Eng keyingi farzand bo'lsang nimalar bo'ladi? Ota-onang bor paytda eng zo'ri sensan. Lekin ular ishga ketishi bilan seni xo'rlashadi. Ko'ngilligi nima xohlasa o'shani qilishadi. Xohlasa daraxtga chiqarib yuborishadi. Katta oping o'yindan qolgan narsalarni, o'rtancha oping katta opingdan qolgan narsalarni kiyadi. Sen bo'lsa o'zingga yengi oldirasan. Qarindoshlaringdan faqat seni o'pib yalashadi. Opalaring bilan ularni bo'shimish yo'q. Mehmonlar oldida faqat senga ovqatlanish mumkin. Agar opachalaring nimadir yeb qo'ysa bormi? Kichkina bo'lishi yomon tomoni, oying opalaringga yetib ketgan ishi ham opalaring senga qildirishadi. Adem borligida hamma sen xohlagan narsani ko'radi. Lekin opalaring bilan qolsang, seni xohish fikrlaringga ikki kishilashib tupurishadi. Tug'ilgan kunlaringiz ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, katta opingda. Qizim, oilaviy yig'ilib senga mana shu sovg'ani oldik. Oy, mana pul berdim, mitim. Ha, naski berishadi. O'rtancha opani tug'ilgan kunida bo'lsa, hamma jinini yoqib uxlab yoradi. Seni tug'ilgan kuning bo'lsa, shohona o'tadi. Qizim, katta bo'lganda qiynalmasliging uchun senga Iskandar biznesdan mezbon loyihasidan uy oldik. Amalga 18 yoshga kirganda nima berasizlar? Erga beramiz. Ularda hozir onlayn sotuv yo'lga qo'yilgan. Dunyoni любой chekkasidan turib uy sotib olish mumkin. Hammasi oson va qonuniy. Qisqa qilib aytganda, adin oyini oldida erkatoy haqiqiy oqsuyi bo'lasan. Ikkita oping bilan bo'lganingda xizmatkor, qul, yordamchi va ular senga nima laqab qo'ysa o'shasan. Keyingi nima sasvotdi? Seboxon ovqatga turib qo'ydim, oyjonga yetmayapti mos. Nima deb o'ylaysizlar bu narsalar? Oyimga tegmaymi, yoz qoldiringlar. Sarog'uchi undan ko'ra oyjonga yetsam bo'lardi. Sizlarni ham kenayinglar, hech qanaqa ish qilmasam tez charchab qoladimi? Dangasa kenayinglarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham kenayimni bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kenay siqilmay oilada bo'lib turadi-da. Singlim, rahmat. Xatoyim faqat meni xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayapman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam kenayimni nima bilan urgan? 100 ta like yesa qaytadan urushtiraman. Zeboxon, menga qarang, har doim meni yomonlab chiqib, bir marta yaxshilab chiqing. Bo'ldim. Kenayim shunaqangi saxiy odamlarki, taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yaveраman. Bering. Sizlar ham kenayinglar mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zeboxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q, конечно, bu yangi Honor Tourist Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun mas'ulchining videolarni tez olaman. Zeboxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. E'timod qiling, singlim, hech kim olmaydi deb. Endi qanaqa buni yerga tegadilar? Nima bo'ldi o'rtoq? Erim haydab yubordi, o'rtoq. Kir uyga ke. O'zi nimaga haydab bordi ering? Nimamush, men beparosatmushman, chozsammi? O'rtoq, oyoq kiyimini yechmadingmi? Voy, esdan chiqib qostimda qilmavali. Uni ustiga esim pastmi, shichamda. Nima kiyyapti? Dazmolni o'chirmanman. Olaylar, o'zim pishirdim. Qizim, o'z uyingizda yashayver. Rahmat. Eringiz o'zi nega haydab bordi? Ovqatni yomon qilarmishman, hechchamda unaqasi bo'lishi mumkin. Yana neakkuratniymişman. Boshingda bit yuribdi. Tegma, ketib qoladi. Keyin bitta o'zim zerkaman. Yana ovqatlanmaylar. Yana ko'p gapirarmishman. Men o'zim bir og'iz gapiradigan odam bo'lsam, 10 ta gapirsa bitta javob qaytaraman. Shundoq qilib ma'suma bo'lsam, o'yinib toza bo'lsa, birovga yomonlik tilamasam, hech ko'p gapirmayman, men bilasanmi o'zing ham? Zebo ering. Bilaman, yomon pesun ustiga. Keldilar. Zebo, bo'ldi, arazurma. Iskandar Buildings'ning mezbon loyihasidan yig'ib qo'ygan pulga uy oldik. Endi ukam o'sha yerga chiqib ketadi, biz oyimiz bilan qolamiz, zo'r-a? Nega ering ketib qoldi? Mashallah qilmishman. Cho'zsammi mashallah qilmishman. Men hayotda sallaqlik qilmaganman. O'zing oyingni alaqini. Mana mashina olaylik, men Vangani mobiloger bo'lganman, bilaman, pishiq chiqadi. Umid aka, men do'dam madasi laqab tarus topar bo'lgan mashina zo'rman, bilaman. Mashina olsangiz senga o'xshab oppoq chiqadi, mana buni olaylik, menga o'xshab qizil chiqadi, Umid qaraga. aka, mashina sizga o'xshab qizil chiqadi, men bilaman, menga ishoning. Men aytganimni qilmash, pishiq chiqadi. Umid aka, men oshxonada Mana shuni bilaman. Umid aka, mana men bugun shuni olaylik. Naryoqda shuni arzonroq ko'rdik. Mashina Umid aka usilib yotibdi. Bir xil seni yurgin kelmayapti просто. Mendagi sali qo'rqganim yo'q, rostdan mashina Boshqa mazasi. arzon ko'rsiz-chi? Nima farqi bor? Mashina. Omaylik, yurishni olaylik. Mashina omaylik, yurishni olaylik. Shu yerdan olsa narsalarni.
Korzinkada har kim xo'jayin bo'lishi mumkin. 25-mayda nimalar bo'ladi? Bugun juda ham ko'p qizlar xotincha xunuk makiyaj qilib kelishadi. Qop-qora junli oyog'iga oppoq apron kiyib keladiganlari ham topiladi. Bola qattandir kaptar ko'tarib kelishadi. Maktab bilan xayrlashib qo'l silkiymiz. Mana bola qo'l silkib xayrlashmasa ham bo'rardi, hidiga ko'nglim aynib ketdi. Bugun qizlar hayotidagi eng xunuk raqsga tushishadi. Bolla yemagan hazillar qilishadi. O'li agar 11 yildan beri bu hazillarga tushunmay yuribman. Keyin mahallaning eng g'iybatchi xotinlari kelishadi. Bilasizlarmi nimaga kelishadi? Shokir akan qizini ham yozing, valsda belidan ushlabdi. Belidan ushladi. Endi kelin qilmaymiz. Vals tushganlarni yozib olgani. Bugun itga ham bitga ham faxriy yorliq beriladi. Shodiyori 11 yil o'qib birinchi olgan faxriy yorlig'i shu. O'qituvchilar 25-mayda hech qayerga bormasligimiz haqida tilxat yozdirib olishadi, lekin hamma boradi. Bugun bolalar maktabni bitirganiga xursand. Qizlar bo'lsa doimgidek yig'laydi. Hamma yo'qolib ketish yo'q, xabar olib turamiz, oqibatni yo'qotmaymiz deb va'da beradi. Lekin foydasi yo'q. Bularning ota-onasi ham, ota-onasining ota-onasi ham va'da berib yo'q bo'lib ketgan. Bugun hamma bir-biri bilan xayrlashadi, chunki bugun oxirgi kun. Lekin ertaga ona tilidan imtihonda hammamiz ko'rishamiz. Hali yana 10 ta fandan imtihon topshirgani kelganda ko'rishimiz kerak. Oxirgi kunmish. Sinfdoshim, qayerda bo'lsang ham mana shu qora ko'zlarni unutib olma, xo'p? Dugoningni to'yda kelin dugona bo'lsang nimalar bo'ladi? Makiyajim oqib ketyapti. Sen bugun uni ham salonchisi, makiyajchisi va xizmatkor cho'risi bo'lasan. Yo'q. Majonim bo'lmas. Yo'q, o'ng tomonda turaman, chap tomonidami? Qatingga kelib tur, o'sha yerda turaverasan. Hech nimani bilmasang ham bir amallab kelinni olib yurishing kerak. Siz yaxshilab qarab turing. Birinchi marta kelin bo'lishida hech nimani bilmaydi. Opa, men ham hech narsani bilmayman. Yaxshi tomoni fotosessiyaga ketayotganda seni birinchilardan bo'lib oldiga o'tkazib ketishadi. Zan kim olib ketadi? To'yi boshidan oxirigacha mana shu jin urgur kelin ko'ynagini sudrab yurasan. To'yxonada qornim og'rib qolsa nima qilaman? Hali to'y payti chiqib ketgan bitta ham kelinni ko'rmadim. Demak, hamma bir xil ish qiladim. Kamiga kelinni hamma sendan so'raydi. Kelin qani? Qizim qani? Kelin, kuyov bir-biri bilan ovora. Mana bitta kuyovning o'rtoqlari kelin dugonalarini o'rash bilan ovora. Zebo dugonam qani? Kelin yo'qolsa ham unchalik vohma qilishmaydi, lekin sen yo'qolsang hamma qidiradi. Sen bo'lsa to'yini o'rganib ketgansan. Zebo qayerda yuribsan? To'yinaga bo'lajak chaqaloqinglar uchun kolyaska olishga keldim. Voy, shartmasida qimmat bo'lsa kerak. Yo'q, unaqa emas. Uni o'zim marketdan eng arzon narx kafolati bilan buyurtma qildim. Rostdan boshqa onlayn do'konlarga qaraganda ancha arzonroq. Eng maza joyi to'yxonaga borganda dugoningni istalgan pulga sotasan. 1 million bo'ladimi? O'zi bunga bu ham ko'p, lekin menga pul kerak, shuning uchun 5 million berasizlar. Ya ishing oching ishingni. Pul sochishayotganda ko'zingga pulli shunaqa olovdek ko'rinadi. Qaniydi yotib olib hamma pulni terib olsam, eng qizig'i hamma ovqatlayotganda sen kulib turishing kerak ekan. Hamma o'ynayotganda endi turib o'ynayman desang, To'y ketma, bitta o'zim qo'rqaman. to'y tugadi, hamma baxtli, lekin sen dugoningdan butun umrga ayrilding. Poq! Kelinni bekor shahardan qildingiz-da. Bizdan sharoitda yashovlarmikin? Nima deysiz? Между прочим, men mana shu Lyuboy qishloqda tug'ilgan qizingizdan yaxshiroq qila olaman hamma ishlarni. Nima ish qilish kerak? Davay ko'rsatinglar. Mayli, kelin. Faqat qo'shningizga o'tib ketdingiz-da, bu yoqqa kelib gapiring. Mana shu davolmi? Xo'sh, kelin pasha ertalabdan turib qiladigan ishingiz sizga sog'ish bo'ladi. Aha. Begona qilishi mumkin. U yoq bu yoqni qashilab, suvini berib, yemini berib. Voy, yaxshi odam tepmasdi-yu. Qaysi qozonda qilsam ekan? Kattasida qila qolaman, shirin chiqsa kerak. Oyijon, nimaga qozoninglar ikkita? Ikkitada bittasiga molga ovqat pishiraman. Kattasidan kichkinasidami? Kattasida-da. Yoqimli ishtaha. Qo'ying. Mollaga somon beraymi? Men beraman. Zebo, u kichikadigan somon. Tanay o'rganmagan, tosh bilaqa. Kuchi yetmaydi, bo'lmaydi bular. Rosta yetmas ekan. Oy, somon tashimayman, uling. Hamma yog'im qichib ketdi. Keliningiz zo'r raqsga tushar ekan-a? Palla kazaga.
lekin yana nima ish qilish kerak? To'g'lan katakka haydash kerak. Bor. Mana Bizbet tog'ga. Ha, kelin, olov yoqib bo'ldingizmi? Ha, qilib bo'ldim mana. Kallani tiqmaslik kerak yana. Qo'ying shu ishlaringizni. Umuman qo'lingizdan kelmas ekan. Zato men internetda ovqat zakaz qilishni bilaman. O, chestimga tegmang. Mana masalan kecha ham qo'shnidan bir qop pul olib uy oldingiz, endi 2 barobar qilib qaytarishingiz kerak. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan uy olganingizda 48 oyga bo'lib to'lasangiz bo'lardi. Hech kimdan qarzam bo'lmasdingiz. Ha? Ne unda menga vaqtliroq aytmadingiz shularni? Siz ham sigir tepishini vaqtliroq aytmadingiz-ku? Battar bo'ling. Baraka toping, yaxshilab yezing. Hayot sizni qanaqa ezyapti? Ana shunaqa ezing. Ha. Men sizlarning ro'zg'oringizga to'g'ri kelmadim, uzr. Men shaharga ketmoqchiman. Yaxshi qolinglar. Oyi, xotinim qani ko'rmadingizmi? Ketdi ota-onasinikiga. Boshqa qiz topamiz. Oyjo, uzr, kechiring meni, qizishib ketdim. Men qolmoqchiman. Kechiramizda nima qilamiz boshqa? Rahmat. Unda molli qozonda qilingan ovqatni to'kiy birinchi bo'lib. Gap kelsa. Ya to'xta. Men erimni oldilarda. Qo'llaring abjirligini qara. Qaynonamni oldilarda. Ay, kundan do'ldirmisiz keling. Ko'ziga qarang. Ovqatni tuzi past balandligini qo'lda o'lchaysan-da. Конечно, o'rganib ketganman-da. Necha tuzi kam? Ozroq qo'shingchi. Bo'ladi. Atek, normal. Kim ichadi endi buni? Kelin salom qilishga ham yorar ekansan, odam turgisi kelib ketdi-yu. Voy, xush kelibsizlar. Kelin, tez kelin salom. Qanday yaxshisizlar? Xotin. Xush kelibsizlar. Kelinim Hindda hokipoyla olyapti. Tur, beparosat, tur. Kelinglar. Zebo, KFC zakaz qilaylik. Davay. Как раз KFC'dagi chef burgerga 40% chegirma bor. Yandex.Go ilovasi orqali nafaqat KFC'dan, balki boshqa ko'plab sevimli restoranlarimiz Fedap, Maxway, Walk Street 77 dan 40% chegirma bilan buyurtma berishimiz mumkin. 14 Zebo promo kodi orqali Yandex.Go ilovasini taomlar bo'limida 80 ming so'mdan boshlab birinchi 3 ta buyurtmaga 30 ming so'mlik chegirma bor. Kelin. Nimadir zakaz qiling, qorni chiqadi. Vallahi bo'ladi. Qanday qilib qaynonadan qutulish mumkin? Qaynonang dushmaning. Qaynonadan alohida chiqib ketishni eshitdi yo'q. Bo'ldi, kerak emas. O'zim yo'lib zakaz qilayman. Qoching. Stop.